hozir biz mana xalq tilida aytiladigan geokollektor deymiz. Bu o'zi asl nomi quyosh suv isitgichi. Quyosh suv isitish deganda bu nimani tushunamiz? Masalan, Ariston deganda elektr energiyasidan suvni qizdirib beradi. Bunda quyoshdan haligi bepulga suv isitib beradi. Masalan, yuzga o'rnatdingizmi, bo'ldi. Buni hali suvdan hech qanaqa 1 so'm pul to'lamasdan davlatga yil davomida uzluksiz issiq suv bilan ta'minlay oladigan uskuna o'rnatasiz. Ko'pchilikda haligi savol bo'ladi, bu qanday suv isitadi? Buni suv isitish jarayoni qanday deydi? Albatta, mana qaranglar, shisha koluba bu. Shisha kolubada sovuq suv pastdan tushib, issiq suv tepadan chiqib, mana 200 litrli bochkamizga jamlanadi. Bu 200 litrli bochkamiz 5 santimetrli penopolistirol bilan qoplangan termos sifatida bu. Bitta suv sovishi juda ham kam. Anaqasi harorati masalan 1 sutkaga masalan -10 gradusgacha sovishi mumkin. Hali ko'pchilik bu tashqarida muzlab qoladi, yo'q, unaqa gaplar yo'q bitta. Hech qaysi muzlamaydi. Bu 2 qavatli shisha -45 gradusgacha muzlamaydi bo'ladi. Buni ishlash jarayoni, masalan, afzallik tomonlari ko'pchilik tushunmaydi, bu nima deyishadi. Ko'pchilik e'tirozlar ko'p bo'lyapti, issiq suv bermaydi. Bu asli buni KPDsi quyosh panelida 15% bo'lsa, buniki 90% gacha. O'shaning uchun bunda ko'proq effekt demoqchimanki, Ariston o'rnatgandan buni o'rnatgan foydaliroq. Nimaga deganda, elektr energiyasiga 1 so'm pul sarflamasdan suvingizni xohlaganingizni isitishingiz mumkin. Masalan, bu 200 litrli suv bachok degani, bu sizning uyingizda, xonadoningizda 600 litr suv zapas degan natija beradi. Siz suv isitishimiz bu hozir bizning sharoitga juda ham qulay. Nimaga deganda, buni haligi texnik xizmat ko'rsatish juda ham oson bo'ladi. Masalan, bizda suvlarimiz yomon, hali nakib degan narsa bor. Hali choynalarda, kuxnyalarda tursa, choynalar tagida oqishib qoladi. O'sha narsa bunga ham to'planadi. Bu bosimsiz tizimda uni tozalash juda ham oson. Hozir aristonlarimizda ham shunaqa narsalarga duch kelamiz. Tuz deymiz. Hali sanitariya tilida hali tuz to'planib qoldi. Bu tuzlar bunga ham to'planadi. Buni bosimsizni qulay tarafi mana shu bo'shatiladi, osongina ichini tozalab, yuvib tashlab, yana qaytadan o'rnatsa bo'ladi. Bu juda ham qulay bizning sharoitga. Bitta tent turibdi. Tent deganimiz hali isitadigan, qizdiradigan, bitta u qachon ishlaydi, ishga tushadi. Masalan, quyosh yo'q mahali, qish mavsumida, masalan, kechasi sizga suv kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanda tent ulanadi. Bu tentni ham xuddi nastroyka qilsa bo'ladi. Xohlagan nastroyka, xohlagan gradusingizga nastroyka qilsa bo'ladi bu narsani. Masalan, 50 gradusga xohlaysizmi, 80 gradusgami, u pastdan o'zi miyasi bor, uni ham alohida to'xtalib o'tamiz unga. Nastroykalarni ham tushuntiramiz. Bosqichma-bosqich. Bitta magnitli klapan bor. Bunga buyruq berasiz. Bu magnitli klapanga masalan 75% ga suv tushganda to'ldir deganingizda, bu magnitli klapanga datchikning hozir adda datchigi bor. Uni ko'rsatib o'tamiz. O'sha narsa bunga signal beradi. Signal bergandan keyin bu suv yo'lini ochganda uni to'ldirishni boshlaydi bakni. Bu juda aqlli rejim bu. Aqlli tizim. Shu bois bu o'zini o'zi boshqara oladi. Masalan, bakinda suv tugadi degan xayol hech kimda miyasi chalg'itmaydi. Qachon qarasangiz, sizda suv to'la turadi bakingiz. Bu plyus tomoni. Buni boshqarmaysiz, bu bir marta nastroyka qiladi, o'zini o'zi boshqaradi buni. Boshqara oladi bu o'z tizim. Sovuq suv bundan chiqadi. Hozir issiq suv tomonidan ham ko'rsatamiz. Mana bu tomonda mana hozir bunda suv tushadi mana. Suv tushadi bunda. Mana hozir suv qizib ham qolibdi mana. O'zi par chiqyapti, ko'rishlaring mumkin. Qana qarang. Yaqinlashtirib ko'rsatingiz ham mumkin. Hozir mana shu havoda, pasportning havoda mana hozir suv chiqarib, par ham chiqyapti o'zi. Bu mana datchik deymiz bitta. Mana datchik tizimi, bu datchik deymiz. Mana shu narsa polni bakka mana shu javob beradi bu. Suvni o'rimiga javob beradi, suvning haroratiga javob beradi, hali suv tushganda o'zi to'ldirishga javob beradi. Xullas, sizni suvsiz qoldirmaydi mana shu uskuna. Mana shu bu datchik deymiz o'z tilimizda. Bu to'g'ri o'rnatilish uchun joyiga qo'yiladi.
Endi bu yerda mana bu adashmovchilar bor, bu faqat ular boshqa tizimga moslangan xolos. Buni o'zimizda O'zbekiston tizimiga mosladik. Ba'zan sovuq suv tushadi, ba'zan issiq suv tushadi. Aristonga o'xshab. Hozir endi mana shunda faqat obzorimiz shunda bo'ladi. O'rnatilish tizimiga o'tamiz. Endi buni to'g'ri o'rnatish uchun asosiy e'tiborni mana orqa oyog'iga e'tibor beramiz. Bu hali shaytonda 0 da turish kerak bu. To'g'ri turish kerak bu hozir. Eshib turib, o'zi asli to'g'ri turish kerak. Keyin masalan uylarga usta kelganda tekshirib olish yo'li juda oson. Shaytoni bo'lsa, ko'rasiz, mana shu orqa oyoq tomonini ko'rasiz. Bu 0 da turish kerak, to'g'ri turish kerak oyog'i. Bu tag taraf ham ramka qilish kerak o'zi. Aslida ugonlidan ramka qilib, ramkani ustiga o'rnatilsa, bu juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Hali 0 da turadi. Haligi nima deydi? Qiyshib qolmaydi, mana o'rimini tushib ketmaydi, suv oqib ketmaydi bundan. Ko'pchilikda suv oqadi, bu yomon narsa ekan deb to'xtatib qo'yishadi. U aslida unaqa emas. Mana bu bakni mana shu tepa tomoni ham shaytonni ko'rganda 0 da turish kerak o'zi. Qoida bo'yicha. Keyin bak to'g'ri turadi, datchik ham sizga to'g'ri javob beradi mana shu datchikka. Bo'ldi. Buni ishlash prinsipi juda sodda. Nimaiki haligi murakkab narsa yo'q bunda, buzilib qoladigan, hali noyob narsalar yo'q. Bu hammasi oddiy. İçi nerjaveka 304 dan ishlangan, ichki tomoni ham, tashqi tomoni ham nerjaveka ishlangan, juda zo'r bu. Haligi zanglamaydi, chirinmaydi, yillar davomida sizga xizmat qiladi bu. O'shuning uchun bizda O'zbekiston sharoitiga juda mos narsa. Buni har kimni uyida shunda o'rnatilsin degan tavsiyam beraman. Nimaga deganda, bepul suv isitib beradi sizga umringiz davomida.